Maşallah gigant trabilke. Voy voy. İkinci gigant versin. Sekunta karangalı 1 minutdan olmadı. Basın asıl. Birinci çalı tamam. Oyan mıydı bu? Kalın kuşlu yer yatırlar. Kuru kuşlu. Oyan geçtiğinden. Kuru kuş. 20 mallıkınızın bahası neçe zaman indi ağa bunu? Bu narsa biznikine klass kombayn tigirdan bo'ladi. Qalin bo'ladi. Keyin O'g'ragan bo'y. havo, keyin buni biz qalin yubkasini ko'rsatish uchun kesib qo'ydik. Havo, shuni yegan odamlar uchun ko'rsatamiz farqini. Ko'p odamlar aytadi, shu embutir deydi, eng zo'ri, qimmati deydi-da buni. Lekin bu narsa yubka bo'ladi. Ya'ni bu narsa qalin buyna. Bu bezopasniy, bu yuvargan odamni ishlatgan odam sinib ketmasligi uchun, ya'ni poya yuvarganda shu narsa uchun bu qimmat, bu narsani ham qo'yamiz biz. Qalinini. Shunda ish qo'limdagini kesilgan varianti bor. Havo, shuni kesib qo'yibmiz buni. Buni bilan buni farqini ko'ring yana. Bu narsa yubka. Ha. Shunda bu примерно 3 mm atrofida. Ha, bu narsa 2 mm. 2lik bilan 3lik. Shunda siz qaysini ishlatib qo'yibsiz? Bu narsa shu narsadan. 3likdan ishlatib qo'yibsiz. 3likdan al. Bu narsa ham kalit bo'lgan. Bundan nang? Bundan ishlamaysizmi? Yo'q, buni prosta ko'rsatish uchun qo'yibmiz sho'da. Bu narsa ham kalit bo'lgan bu. Farqini bilib olsinlar, nang? Havo. Doshlari deyishi nechik materialdan ishlanganini. Bu narsa shu min kiyib chiqarincha shu narsani pichoqni almashtirmaydi. Keyin hozir bani min kiyib ishlasa, buni bani aylantirib tashlasa, ikki taraf ishlaydi buni. havo, yana min kiyib chiqaradi-da bu. Hozir endi poyani chiqarib. Poyani ko'raylik endi. Tiglarini sinab ko'rsatish maqsadida. Poyani. Bo'ldi. Ikkinchi yashikni. Yashikka chiqarib ko'rsatamiz. Poyani tashlaganda qaranglar buni. Strelok deydi. Ha. Medni 100% ekan. Ha, 100% medni. 6,5 kilo 3 ming motor. Shunda bu qarang, kam to'q 160 bo'lsa ham ishlaydi ekan bu. Keyin ham shu drabilkalarimizdan aytadigan bo'lsak, biz hammasini shu drabilkalarimizdan. Kichkinasi 20 mollik bo'lsin, 30 mollik, 40 mollik bo'lsa, hammasini olganidan keyin olgan odam bir hafta sinasın. İşletib ko'rsin. İşletsin. Bir hafta sinasın. Şu narsalardan ko'ngli dolmayacak bo'lsa 100% pulini qaytarib beramiz. Havo. Ko'ngildagini ishlamasa qaytarib olasiz. Bu narsa ishonchimiz bor-borni aytamiz. Olib turib hali qaytarib aytib turgan odam yo'q. Shuning uchun bu narsa ishonchimiz borni aytdim. Shuning uchun o'zingiz uverin bo'lib aytdingiz. aytdingiz. Odamlar bilsin shu narsani. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, chorva ishqibozlari, mol boqadon, qo'y boqadon og'a-inilarimiz. Bugungi bu videomuz sizlarga bag'ishlanadi. Bugun 16 mart, haftaning bozor kuni. Biz bugun Xorazm viloyati Yangiariqdamiz. Xislatbek og'amizning xonadoniga keldik. Uylarida ishlab o'tirgan universal samuray drabilkalarini qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlarni, ishlash dasturlarini, ishlashlarini ko'rsatib beramiz. Ferma xonalaringizda, mollaringizda nechap yem tayyorlasam ekan deb ansat yo'llarini qidirib yurgan bo'lsangizlar, shu videoni ko'ringlar. O't, somon, bug'doy, makka, poya hammasini chiqaradigan universal drabilkalar.
Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosib, kanalımıza abone bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Adresini, og'amizning xonadonining adres lokatsiyasi har doimgidek kommentariyada bo'ladi. Og'a, asa bir salomlashib bersangiz. Assalomu alaykum. Shu ko'rib turgan hammaga salom deymiz. Yaxshi keldingizmi Xudoyor? Rahmat, nechisiz? Yaxshi rahmat. Charchamay ishlab yotibsiz? Yaxshi rahmat. Xudoga shukr, yaxshi. Hozir obunachilarimizga drabilkalaringizni tanishtirsangiz bo'ladi. Necha xil drabilkangiz bor? Nechab ishlaydi? Chiqarib ko'rsatib bersangiz. Hozir. Qarang, bizda avval ham ko'rsatganmiz, lekin buni yana ham takomillashtirib yasadik. Eng kichkinamizdan 20 mollik etib yasadik. Ha, yozib ko'rsiz Eng ekan. kichkinamizdan havo. Bir de yazılgan 20 ta mol, 30 ta mol, 40 ta mol. Bu 500 ta. 500 mol. 500 mol bakada obunachilar. 500 Endi katta fermalar uchun. Hava, katta fermalar uchun o. Obunachilar 4 xil drabilka bor ekan bugungi videomizda. 20, 30, 40 yani katta bu universal 500 mol bakada ekan. Hava. 1000 mol desak ham bo'laveradi, lekin 5 sekundda bir pres chiqaradi bu narsa. Endi 90 ming ishlatsalar 1000 mol ham yem tayyorlashi mumkin. 1 soat 2 soat chiqarsa 1000 molni bir kunlikini chiqarib berishi mumkin. Bu yandagilar endi, bu yandagilar o't chiqarsa, bu yandagilar makka bug'doy chiqarib beradi. Shu narsani don chiqaradi, universal. Shu narsalar, shu narsa. Bo'ldi, asa. Chiqarib ko'rsatalang, so'z isboti bilan. Hava. Boshimiz obunachilar, men yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir birinchi 20 molimizni chiqarib ko'rsatamiz. Bo'ldi. Like bosib berish yoddan chiqmasin. Xo'p, obunachilar, videomizni boshladik. Bir yandan chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani bu yerda navlarimiz bor. Hozir yana sholi somon. Sholi somon Ko'rsatib beramiz. Bu sholi somon deymiz. Eng qiyin narsa bu drabilkalar uchun. Shu narsalarni chiqaradi, ko'rsatib beramiz. Ko'p og'aylarimiz biladi, ko'psi bilmaydi. Nima uchun desa, qayishkak bo'ladi. bu yuptin bo'ladi, to'g'rimi? Havo. Bu chalashib qolishi mumkin. Namgarchilikda dim qiyin bo'ladi bu drabilkalar chiqarishi. Shu narsalarni chiqaradi deb yasab qo'yibmiz. Ana bu yerda keyingisi bo'yan, bu qattiq. Acı bo'yan, suvji bo'yan qatib qoladi buni. Havo. Hozir hammasi go'sh. Go'sh, hozir buni qattiq go'sh ham akkali ber. İri go'sht ham akka. Ha, yine bu kurib qolgan iri go'shtni ham chiqaradi, bay. Havo. Bu ko'p odamlar so'raydi, shuni ko'rsatmadingiz deb. Yine. Hozir bularni ham ko'rsatamiz. Ko'proq ekkan buni. Havo. Bo'ldi, shunda hozir bu yerda Makka poya. Acı bo'yan, suvji bo'yan. Ya'ni bu eng kichkinamiz 20 mollikda ko'rsatamiz. Eng kichkinada bularni chiqarib berasiz. Havo. Endi shunga qarab takkasini beradilar. Bo'ldi. Havo, eng kichkinamizda. Aynen, Samuray drabilkalar nomer 99 774 84 41. Ekrana yozib qo'yamiz. Bosing asa. Birinchi sholi somon. Oyanmıydı bu. Oyanmış zaten. Şimdi kalın koğuşunu yer yatırlar. Kuru koğuşunu. Koyan geçirdiğinden. Şimdi koş. Bak ne oldu size? Ah bir gelin. Niye kalk geçti? Oldu. Ayak kattı koş hem gitti bunun içinden kurulan. Yine kattı koş çıkarıp taşıran. Yine. Bu yine boyanı bu. Hı. Onun içinde katlı koşam yukarı gittiğinde o. Meydelep taşıdık bu bay. Bir de şalı sama. Kattı koş, işi kattı koş işi şu narsalar yine şu. Şu. Mümkünle meydelenip gitti bu.
Yani bu boyanların babın içinde. Yok alıp gitti. Bu boyan, bu şalı saman. Ağa bunu iri dişi, meyde dişi çıkarış nesi? Bir xil mi bunu? Yok yok. O'zgartirib bo'ladimi? Hava. Halasa koyluk etedi. Halasa mala maslab çıkarır. Bu hozir qaysi qo'ylikmi, mollikmi bu? Bu mala bersa bo'ladimi? Bundan ham mayda chiqarsa bo'ladi. Shuni so'rayapman-da. Havo. Bundan mayda chiqarsa bo'ladi. Hava. Bo'ldi, gap yo'q. Shunda bu endi chiqarishina gap yo'q og'a, buni maydalar zo'rab chiqarib berdi. Buni o'zini motorini, kilovatini, оборотini ko'rsatib bering. Bular 2-3 kilovat 3000 оборот. Mhm. Buna ko'rsatib berin. Bu anda bu toknuzni ko'rsatib turadi. Qani? Bu toknuzni ko'rsatib turadi bu. 2-3 kilovat 3000 оборот. 2 kilolar. Ha. Gap yo'q. Eng kichkinasi. Eng Bu kichkinasi. alyumin admotganmi, mis admotganmi? Bular alyumin admotgan. Alyumin admotgan. Hava. Lekin garantiyamiz bor bular 1 oy. Necha? Hammasina 1 oy motorlar garantiyamiz bor. Motorina 1 oy garantiya, bu alyumin admotga hozir. 2-3 ming оборотlik. Hozir buni 3 kilovat 3000 оборотligimiz. Bu 30 ta mola. Hava. Bu keyin 6,5 kilovat 3000 оборотlik. Bu mis admotkamiz. Ha, shunda 20-30ligi alyumin admotga, Hava. 40ligi mis admotga. Hava. Buların hammasini garantiya bor motorlarini. İçini demirlerini 3-4 ay ham garantiya beraveramiz. Bo'ldi, qarang, buni endi hozir o't chiqardik-ku. Havo. Bu makka bug'doy ham chiqarib beramiz bu donlarni. Yok yok bu ot yon alışı. O't yonalishi. Hava. Bam ot yon alışı. İna bu universal. Shunda universal 40lik. O't ham chiqaraman men, makka bug'doy ham chiqaraman deydigan bo'lsalar bundan oladilar. Hava hava. Faqat o't chiqaraman desalar kichkinalardan. Bularda ot yon alışı. Bunu halasa 3 kilovat 3000 оборотlik universal ham tayyorlab turibmiz. Ha, zakazga qarab ishlab berasiz Hava. demak. Shu narsani universal ham bor, ina bu narsa. 30 molligimizni. Bo'ldi. Bundan don chiqarsam bo'ladi shunda. Hava hava. Bo'ldi. Gap yo'q. 20 molligingizni bahasi necha so'm endi og'a buni? Bular 2 dan geliştirib berib o'tiribmiz. Gelishib beriladi. Unda endi hozir necha nav video chiqarsak ro'za endi bir gelishtirib bering, endi sodalashibmiz og'a. Gelishtirib bering buni. Yaxshi bo'ladi. 2.800.000. Hava 2.800.000. Aytilishi. Hava. Примерно necha bir 500-600 so'mga aytib berasizmi? Boring shunda 800-600 ayiramiz. 2.200.000 ga. Bitami? Yo'q, yo'q, mana to'g'ri gapmi? 2.600.000 aytib beribmiz. 600. Hava. 100 so'm, boring 200 so'm qo'shdik. Maydalamali. 2.400.000 bo'ldi. Bitami 400 ga? 2,5 aytib beramiz. Yo'q, 400 ga bitiring. 2,5 aytib beramiz. 2.5 mi? Hava. 20 ta molli. 100 so'm qoldi obunachilar, uni sizlar gaplashib ko'rasizlar, Hava. to'g'ri kelsa. Yana 20 molligimiz. Bo'ldi. Gap yo'q. Endi shunda bu 30 mol shu vazifani bajaradi, Hava. lekin ko'proq chiqaradi. Tezroq chiqaradi. Tezroq chiqaradi. Hava. Hozir buni ko'rsatdik. Xolos hozir buni ham ko'rsatamiz hozir. Keyin pichoqlarni keyin tushuntirib beramiz hozir. Bo'ldi, gap yo'q. Bosingiz 30 mollikni. Endi bu ham shu hozirgi vazifani bajaradidan, lekin buni обороты ko'proq bo'lishi kerak, motor tezroq ishlaydi, tezroq chiqarib beradi. Tamam. Bien, boş bu. Bien. Bu ham alyumin admotga qarang. Hava hava. Bu ham alyumin. Yine bu maydalab chiqarib tashladi. Yine maydaligini ko'ringlar buni. Bo'sh. Bedeni Tagida somon. Shali somon. Pashti ko'ylik. Qo'ylik bo'ldi qarang. Hava. Qo'y azib turib kapaksab bersa bo'ladimi? Bemalol qo'y bakadonlar ham bemalol olib ishlatib turibdilar shu narsani. Bug'doyni o'zini drobilkadan chiqarib turib, hozirgi somonni azib turib
sepib bersa bo'ladi. Un ham ichida, kapak ham ichida buğdayning shunda. Hava. Yeşil ham chiqarsa oladi bular hammasini. Endi u yashillar, meyvalar mayda-ku sabzavotlar. Hava. Qo'lni chiqarib beradi. Ha. Xo'p, bu 30 mollikni puli necha so'm dedingiz? Ha, bular 3 milliondan. 3 milliondan. Hava. Uni ham kelishtirasiz. Geliştirip beramiz ona. Uni necha bitadi? U 2,5 bitami shunda? Bunu 2 milyon 700 etib bersak bo'ladi. 700 etib berasiz. Bo'ldi, ozgina obunachilar so'rachi uchun ham hozir qo'yaylik. Hozir şalı saman ko'rsatamiz. O'zi şalı saman chiqarsa hamma o'zi chiqaradi. To'g'ri, ilishib qolmasa bo'ldi. Hava, tiglarini siynash uchun poya chiqarib ham ko'rsatamiz. Izini. Poya. Hava. Qani endi buni maydalikini ko'ramiz. Butun bemalol chiqaradi ekanmi shoxlar. Hava tezligi bor, ham Tezligi motori jonli. ketdi. Yine maydalikini qaraman. Bu hozir hem uzinasini ham yaradan bu saman, nav bo'lsam. Hem yine bu bir de hazır 3 santimetre, 5 santimetre grubi çıkan aralaş. Kalası içinde 2 santimetre. Yine ağzı sırası angsat, midet çıkarış. Düzü şansat. O'zgartirib berib qo'yaveradi. Hava. İrrak O maydaroq. setki almashtırıp kıynalı birilmeydi da. Şunu angsat etip koymuş, işletedi adamlar için. Hazır indi payanı Qani çıkartıp. poyani ko'raylik endi. Tiglarini sinap görsetiş maksatında. Payanı. Bo'ldi. Ikkining yashikni. Yaşıya çıkartıp görsetemiz. Hozirki. Uçib ketadigan u. Qani qo'ying qani. Buni qilib poyani tashlaganda qaranglar buni. Paxtasini ham chiqarib tashladi bu. Hoppa. Buni bemalol yeydi-ku buni. Mol. Bu hava hazır kurup yatkan pakta ku bu. Paya. Küzekte yani nemgerçilik vaktinde bemalol çıkarıp berse boladı. Hazır beriş için emez. Hazır tigini sinaş için çıkarıp görsetdi. Hava, lekin küzde berse boladı payanı. Poyasam shunday bo'ladi ekan, men orasida paxta bo'ladi ekan. Mana. Buni ham azib turib kabaksab beraveradi-da, Beraberadi. Endi buni sinash uchun ko'rsatdik-ku, qattiq vajdan chiqaradi obunachilar shuning uchun. Tiglarini. Xo'p, 40 tomorlik necha so'm bu endi, og'a? Bular biz 3 milyon 700. 3 milyon 700. Hava. 3,5 metr berturimiz bulan. Buni misod mod keladi, axir. Hava, misad motiye. Motorundan görsetip ben. 6,5 kilovat, 3000 aborot motorlarımız. Yani. Misad motiyemiz. Üzerinde topunu görsetip hem duradi. Neçe volt yani. Xo'p. Shunda 3 milyon 700 3,5 beraman dedingiz. Hava. Qaytarsiz yana 1-2 so'm. 3 milyonning o'zini takiz bitmaymi bu? Yok doğrusu. Motorlarımız kıymat volt yani. Qarang 200'ni qo'shamiz. 40 molliga 3 milyon 200. Kelishtiring. Ro'za endi bor, rahmat aytsinlar. Yaxshi. 3 milyon 300 etib bersek bo'lmaydi. Aytgancha dastavkani ishga oladi. Dastlabki ham bor. Bormi dastavka? Hava, dastlabki bor. 200 ga uring, olib borib bering, rahmat aytsinlar Ro'za endi. Xorazm bo'ylab yaxshi. 3 milyon 200 etib Xorazm bo'ylab olib borib beramiz. Bo'ldi, besplatniy dastavkasi ichida 40 mollik 3 milyon 200. Bo'ldi. Bo'ldi. Yana
Misat motka. Hava, 3000 оборот, 6,5 kW. Hava. Bo'ldi. Misat motkani motoridan biz korobkasi bilan bir nap chiqinglar. Aha, so'z isboti bilan Hava, ko'rsatib ko'rsatib beramiz. beradi. Bo'ldi. Hava. Xo'p, Size universal danalarni chiqarib ko'rsatinglar. bo'ldi. Bular tayyor. Hava, Chang- ishlatib berayinglar. Chang ketmasligi uchun paltangizni ko'kmasin, ha, obunachilar. Bera pasa. Berakgina. Ha, bu hozir toza ochilmaganmi bu hali? Yo'q. Bular. Mhm. Strelok deydi. Hava. Medni 100% ekan. Hava, 100% medni. 6,5 kW 3000 оборот motorimiz. Shunda bu qarang, kam tok 160 bo'lsa ham ishlaydi ekan bu. Bular Qarang 160 dan 220 gacha emas bu? hava. Eng past tok 160 volt bo'lsa ham 160 dan 220 ga dong. Lekin dana chiqargan vaqti 200 dan 220 ga dong. Don mahsulotlarına ko'proq tok kerak bo'ladi. Hava. Lekin o't chiqargan vaqti hashak chiqarsa ko'proq pastroq tokdan chiqaraveradi. Yine upakovkada shunday turar ekan. Shunday keladi bu. Bu nerede chiqqan o'zi bu? Bu Xitoyda. Xitoyda chiqqan, ha? Ha, Xitoyda chiqadi. Yine 3000 оборот 220 da ishlaydi. Motorlar hammasini bir oy garantiyamiz. Kilovat. Bir de jumper alıp işi ko'rsatilgan, kilosi ham ko'rsatilgan buni. Necha kilo chiqishi hozir ish o'rnida. Shunda bir edi yozilgan bu kilosi. Kilosi. Oldu tushunadigan odam buni qarab ko'rib olaveradi bunaqa. Ha. Strelok degan motorni nomi. Dokumentlarim bor ekan, qog'ozlari. Ha. Bo'ldi, shunda gap yo'q. Motori Xitoydan keladi ekan. 100% mis. Xo'p. Qarasa buni qayerdan boshlaysiz endi? Donlarni ko'rsatib beradi. Yur. Bosing. Bundan akka. Bundan. Hozir tiglarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bular chiqaraversin. Bo'ldi. Qani. Makka. Otasi bilan ketdik, pochachkasi bilan. Bundan ham bormi? Bunda burada ham yetibdi. Kesilmeyeni bor. Bor sonda. Bu ikkisi 40 mala mo'ljallangan drabilkadan bular. Uchisi bir xil bularni. Qani, ko'raylik qani. Bu ham chiqib ketdi o'xshaydi, ay. Az bo'ladi. Achincha tiglarini Tigini ko'rsatsak edingiz, og'a? ava ko'rsatib o'tamiz. Buni olib qo'y. Bu narsa bizanikina klass kombayn tigirdan bo'ladi. Qalin bo'ladi. Keyin Og'ir ekan bu. hava keyin buni biz qalin yubkasini ko'rsatish uchun kesib qo'ydik. Hava shuni yegan odamlarga shuni ko'rsatamiz farqini. Ko'p odam aytadi, shu bu tig deydi, eng zo'ri, qimmati deydi-da buni. Lekin bu narsa yubka bo'ladi. Yana bu narsa qalin bina. Bu bezopasniy, bu yuvargan odamni ishlatgan odam sinib ketmasligi uchun, yana poya yuvarganda shu narsa uchun bu qimmat, bu narsani qo'yamiz biz.
qalingini. Shunda ish qo'limdagini kesilgan varianti bor. Ha, shuni Qalinligini ko'rsatish uchun. kesib qo'yibmiz buni. Buni bilan buni farqini ko'ring yana. Bu narsa yubka. Ha. Shunda bu примерно 3 mm atrofida. Ha, bu narsa 2 mm. Ikkilik bilan 3lik. Shunda siz qaysini ishlatib qo'yibsiz? Bu narsa shu narsadan. 3likdan ishlatib qo'yibsiz. 3likdan al. Bu narsa ham kalit bo'lgan. Bundan nang? Bundan ishlamaysizmi? Yo'q, buni prosta ko'rsatish uchun qo'yibmiz sho'da. Bu narsa ham kalit bo'lgan bu. Farqini bilib olsinlar-a? Ha. Doshlari deyishi nechik materialdan ishlanganini. Bu narsa shu min kiyib chiqarincha shu narsani pichoqni almashtirmaydi. Keyin hozir bana min kiyib ishlasa, buni bana aylantirib tashlasa, ikki taraf ishlaydi buni. Ha, yana min kiyib chiqaradi-da bu. Nima uchun desa, 1000 dona kiyib chiqarganda birisi ekitgan adam, bizimizga yakiraq adam aytdi. 1000 dona kiyib chiqardik dedi. Bu tarafini de tozdi dedi. Endi bana almashtirib beringlar ekkeldi. O'zi yosh katta adam edi, chorvador. Keyin bu narsani bize bana aylantirib qo'yib berdik. Yana 1000 chiqaradi. Yana 1000 chiqaradi. Hali kelmadi lekin. Bu narsalar buni bir tarafi aylangandan keyin bir tarafi ketadi 1000 da. Keyin aylantirib tashlab bersangiz bu ham aylanadi. Ha, boshlayna. Bu yana qarab ishlaydi. Bu yan tarafı tozsa, keyin buni 1000 dona kiyib primeniyda. Shu 1000 dona kiyib ishlatgan vaqti bu yana tozib qolgandan keyin bu yana almashtirib qo'yiladi keyin. O'zlari almashtirsam bo'ladi, oddiy. Bo'lmasa ikkesalar bemalol shu yerda. Ko'plar ikkaladi yaqin atroflar. Ko'plar telefon so'raydi. Ko'plarni bu yerda aytib ko'rsatib beramiz. Shuni ham qo'yasiz buni keyinda. Bu narsa ina. Ko'plar aytadi bu deydi kalit bo'lgan deydi. Lekin bu yubka bu. Bu opasniyroq-da bu. Bu doshini chiqargandamiz go'ygani bilan turibdi buni. Ha. Kalit bo'lgan deydi. Lekin bu narsa ham kalit bo'lgan, lekin bo'yalgan bu. Ham qalin bu. Qalinroq bu og'irligi ko'rinib bilinib turibdi. Ha, klass kombaynlarki. Ha, shu narsani ko'rsatib berdik hozir. Bu narsalar bilib, ko'rib, tushunib olinadi, shuni tushuntirib beribdilar. Hozir endi kattada sholi saman, buğday saman chiqarib ko'rsatamiz. Eng kattasini chiqarib ko'rsatasiz hozir. Ha. Bu katta chorvador fermerlar uchun. Qani during shu yerda turib turing. Unini qaranglar buni. Unini qaranglar. Buğday. Ayna. Yumratdik uni, chisti unini. Sal endi ozgina deri-derilari bodon, lekin unni chiqarib tashlagan. Qani oching qani ichini. Yine. Gap yo'q ha. Bemalol safarab bersa bo'ladi buni. Unam içinde, kepek ham içinde. Kepekni oladigan bo'lsalar, uni olingan bo'ladi ichida. Ha. Hozir pashti. Kepek bilan bug'doyni puli pashti bir o'xshaydi. Ha. Hozir üzerinde yana dekanchiliklarında buğdayları ko'p bo'ladi ko'p adam. Hozir endi bu Mekkani. Bu Mekke. Mekkani paçatkasi bu. Ko'plardan so'ta deydi. So'tasi bilan chiqqani bu. Buni yem qaynatmoqqa bemalol bo'ladi bu. Atalab pishirmakka. Bu endi hozir eng maydasimi yo bundan ham maydab chiqarsa bo'ladimi? Bundan ham maydab chiqarsa bo'ladi. Bu 5lik setkada chiqqani bu. Ha, qarang endi. Buni doshni ko'rsatadi. 4likda chiqarsa bundan ham mayda bo'ladi. Bu nechalik hozir shu? Bu 5lik setka. 5lik. Arginang. Bu 1,5lik setka. Mayda bu. Makka 1,5likda chiqmaydi undan. Makka danasimi? Hozir Makkani chiqardik-ku. Yo'q, bu sotasi bilan 1,5likda chiqmaydi. Shuning ichida nasi bo'ladi-ku uni? Yoki nima deydi uni? İçini yankı. Tushundik, pachatka bilan chiqarilmaydi 1,5. O'zaki, ha, o'zaki. Makkani o'zini qo'yib turib 1,5lik qo'yib chiqarsa bo'ladimi? Makkani o'zini. Danasini o'zini. Ha. Unda maydalab chiqaradi. Unda un bo'lib chiqadi. Unlab chiqarib beradi. 3 kil setka bilan beramiz bize. 1,5lik setka, 3lik setka, 5lik setka bilan. Komplektinde bo'ladi, universallar. Bo'ldi. Lagan ham ichindami buni? Ha, bunkir ham hammasi komplekt bo'ladi. İçinde komplekt. 3 million 200 ga kelishdik haqsiz bilan buni. Ha. Bo'ldi, dastavkasi bilan Xorazm bo'ylab. Ha, shu. Xudo xolasa shu ro'za oyida xalqimiz olib shu pedallansalar biz xursand bo'lamiz. Bo'ldi, gap yo'q ha. Endi hozir endi kattani ko'rsatib beramiz shu bilan. Ha. Kiyibni o'zini yarasizmi? Bir kiyibni o'zini? Ha, xudo xolasa aytdik-ku endi. Avvalam ko'rsatib beryapmiz. Bo'ldi, gap yo'q. Qani? Bu kesib iplarni kesib natingda. Yetti obunachilar gigant travilka. Voy.
hali 1 minut ham bo'lmadi. Mana. 1 minut ham bo'lmadi ağa. 2 kulta saman yerdingiz. 3 kulta qo'sh yerdingiz, qurgan qo'sh. Bo'yan ham bor içinde. Bo'yan ham bo'lmadi Hava. içinde. 1 minut ham bo'lmadi obunachilar. O'zi 5 sekundda chiqarishi ekan. Qani. Endi buni aralashtirib tashladi ichine. Ha, Yo'q, bu bu yerda. teyinda poya bor ekan. Mana Mana bu qo'sh bu. Qo'sh aralash. Teyinda somon. bu somon. Bu yanda qo'sh aralash. Gap yo'q ağa. Uçurup tashladi, doldurib. Bir 40 sekund, 45 sekund bo'ldi. Men qarab turdim, menda boshidan boshladik kusyamgani. 2 kulta somon, 3 kulta qo'shni 40 sekundda, 45 sekund ichida chiqarib tashladi. Buni endi bu endi 18 kilovatligimiz, buni 7,5 kilovatligimiz ham bor da. Ama o bunu hazır çarvadallar ötüp ber turmuz. Bizlere dedi, budum ketteli yeter dedi. Ya 100 tane mal bağla bada. 100 tane, 60, 70 tane, 100 tane. Şunu aytadı 150 tane mal. Bizlere dedi 7,5 kilovatlık kızam yeter deken usta dedi. Şunun için 7,5 kilovatlıkın köpünçesi ötüp ber turmuz bulan. Zakasnoy. Zakas bilen hava. Şunu özüm yeter turttu da. Ula özü bir minutta 2 presini bir manat çıkaradı neresi. Buna bir bütün yer yem bo'lsa, yarım kipten yerasidan shunda. Özünü fazla zaşita hemen narsasi bilan yetirib ber turibmiz, ishlatib beramiz. Buni ma'lumotlarni tushuntiring endi, oborotini. Bu 3000 oborotluk 18 kilovat 3000 oborotluk. 18 kilovat, Hava. 500 mala bemalol chiqib yetirib beradi bu. Keyin ham shu drabilkalarimizdan aytadigan bo'lsak, biz hammasini shu drabilkalarimizni kichkinasi 20 mallik bo'lsin, 30 mallik, 40 mallik bo'lsa, hammasini olganidan keyin olgan odam bir hafta sinasın. İşletib ko'rsin. İşletsin. Bir hafta sinasın. Şu narsalardan ko'ngli dolmayacak bo'lsa 100% pulini qaytarib beramiz. Hava. Ko'ngildagini ishlamasa qaytarib olasiz. Bu narsa ishonchimiz bor-borni aytamiz. Olib turib hali qaytarib kelib turgan odam yo'q. Shuning uchun bu narsa ishonchimiz borni aytdim. Shuning uchun o'zingiz uyerin bo'lib aytdingiz. Odamlar bilsin shu narsani. Bir hafta ishlatsin. Shu narsa ko'nglindagi deyim bo'lmaydigan bo'lsa qaytarib kelsin. Pulni berasiz. Pulini 100% qaytarib beradi. Gap yo'q. Shuning uchun lekin olganlar hammasini rahmat aytib zo'r ekanini ishlatib turibdilar. Yaxshi, buni to'liq tushuntirmadingiz. Buni motori Bu narsa 220 da ishlaymi? 3 fazalı. 3 faza ishlaydi, 3 fazda. Misad modga. 18 kilovat 3000 oborot. Misad modga. Puli 14 milyon so'm. Pulini aytsangiz 14 milyon so'm. Bundan necha so'm kelishsa bo'ladi? Bundan ham kelishamiz. Mana 10 satib berishimiz mumkin. Kattadan hamma qaytasiz kerak. Shitovoy faza zashita hamma narsasi bilan beriladi bu kabili. Shu narsalar yana olib borib ishlatib ko'rsatib beriladi. Dastavka ichida ishlatib berasiz. Olib borib shu fermasini ishlatib ko'rsatib beriladi. Bu uchun 3 faza tok kerak bo'ladi. O'zi u oladigan odamda bo'ladi u. 100-200 mal, 300 mal bu odamni fermasida hamma 3 faz bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Bu narsalar ham shu. Olib borib ishlatib ko'rsatib beriladi. Nav desa chiqarib ko'rsatib beriladi. 220liklar ham hammasi. Gap yo'q. Obunachilar, ma'qul bo'lsa ko'raverasizlar. Unat chiqarib berdinglar bug'doyni. Bu iriroq yuz bo'lgani uchun buncha unat o'lmadi, ham buni pachatkasi boradi. Axir bu ichini o'zaki bilan chiqarib tashladi. Makkani o'zini tashlasalar, unat chiqarib beradi bu. Bu narsada Makkani dana bilan. Bu 1,5lik setkada, u 5lik setkada o'zaki bilan chiqarib ko'rsatdik. O'zakni mala yedirish uchun damay. Atalaka aytib beradi-ku, bemalol shu atalaka aytib berish uchun, yem pishirib berish uchun. Bo'ldi, gap yo'q. Inaqaynilar. Samonlarni maydalab chiqarib bersangizlar, mollarni o'zi ham go'shab, yeb vaqt yo'qotib o'tirmaydi-da, ansatgina ozgina chenab yutib qo'yaveradi. Energiya yo'qotmaydi, energiya hozir shu narsa ustida ko'p odam internetlarda chiqib turibdi-ku, energiya poteriya bo'ladi deydi. Mola shu mayllashtirib, yenchib, kesib, shu qirqib berilsa, mol energiyani ko'p poteriya etmaydi ekandan, yeb, o'zini yaxshi hazmatib, samirishini ko'p aytadi. Shuning uchun uni ishlatib ko'rgan odamlar biladi buni. Shuning uchun olib ishlatib turibdilar bu narsalarni. Ham teyinda qoldirmang, pokizalab, top-toza deb qoldirmang yeydi-da, uni maydagandan keyin. Bir olgan odam aytadi, yana qo'shnisini, og'aylarni olgan odam aytadi. Biza deydi,
Yılda dedi bir prisep süprik çıkarıp taşaradık dedi. Haz dedi evvelki otlarım dedi yarısı kalıp tuttu. Yıldaki o cemleyen otumu dedi. Şu dedi bereketli bop dedi. Mallarım arttırmaydı dedi. Musra çıkarmayın. Ha musram çıkmaydı dedi. Şu nerse dedi üyümde dedi ya otum kalıp gitip tuttu dedi. Artıp dedi. Doğru. Yılda otum yetmezse dedi. Çıkarmayın verse onu teyinde kaldıradı. Onu kaydıb yemiydi axı onu. Çıkart taşıverdi onu. Vallahi gap yo'q ağa. Yaxshi, rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Bizning obunachilarimiz Drabilga so'raydigan bo'lsa, kelishib yaxshi narxda Xudo xolasa, olib berasiz. Shu. Bo'ldi. Hali Xudo xolasa hech kimni arzu etmedik. Bundan keyin ham shu harakat etamiz. Ular shu algan odamlarni nariz etmeyin, gaplashib hammasini Bo'ldi. berishar. Rahmat. Yenam ro'zalar bilan men tabriklaymiz. Yaxshi. Hammasini niyat etganlarni qabul etgay, ro'zalarni Kuch-quvvat bersin. kuch-quvvat bersin. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat. Sizdan ham ishlaringiz omad. Savdolaringizda baraka. Obunachilar, sizlarning ham ishlaringiz omad, chorvangizda baraka tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşguncha arzimas mehnatimizni qadrlab, bir dona like bosib berish yoddan chiqmasin. Sog' bo'ling.